U otasini uyida kiyimsizmas edi, sen uni kiyintirib qo'yading. U otasini uyida ochmas edi, sen uni to'ydirib qo'yading. Vaholanki, balki uning otasini uyi sening uyingdan yaxshiroq. Sening uyingda u xizmat qilsa, hamma aytganini qilsa, u otasining uyida malikalardek yashadi. Lekin hammasidan kechib seni yoniga keldi. Sen bilan turmush qurishga non bersangiz non, tosh bersangiz toshdek keldi. Va seni avlodingni u ko'tarib yurdi va dunyoga keltirdi Allohning izniyle. Va hammasini sen uchun kechdi, qomatidan, chiroyidan hammasi. Sen bo'lsa arzimagan bitta qanaqadir kichkina arzimagan narsalarni uyga tashlash, ajrashishlik shunaqa masalalar bitta. Bizlar erga tegayotganda eri uchun hammasidan kechib keladi. Men buni ham oilaga tegishtirib aytmayapman. Ba'zi bir odamlar o'zi tushundi kimgaligini. Qarorni berish seni qo'lingda. Chunki sen erkaksan. Senga itoat qiladi. Nimaga qolgan payt har doim xo'jayin gap gapiradigan nuqta qo'yadigan sanu, именно bu masalada o'shini xohladi-da. Ayollarga qo'yib bersang nimalarni xohlamayman. Saqlab qolish ham, ajrashlik ham erkakning qo'lida. Ayollar qanchalik injiq bo'lmasin, qanchalik qaysar bo'lmasin, hammasi erkakning gapi bilan. Erkakning ham qo'yishi nuqta qo'yiladi, to'xtasa to'xtaladi. Shu sababdan hammasi seni qo'lingda erkak.